O'quvchi yoshlarning ilmiy tadqiqot salohiyatini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim tizimida STEM, ya'ni fan, texnologiyalar, muhandislik, sanoat va matematika yo'nalishlarini ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi tomonidan uzluksiz ta'lim tizimida STEM g'oyalar festivali tashkil etildi. G'oyadan innovatsiyaga shiori ostida tashkil etilgan tadbir uzluksiz ta'lim tizimida STEM yondashuvini samarali joriy etish hamda yoshlarning ilmiy va amaliy salohiyatni ro'yobga chiqarishni maqsad qilgan. Asosiy maqsadimiz demak 5 ta yo'nalishda, ya'ni nominatsiya bo'yicha demak g'oliblar aniqlanadi, ya'ni eng yaxshi innovator, eng yaxshi yosh olim, shunga o'xshagan demak 5 ta yo'nalish bo'yicha loyihalar baholanadi, ya'ni mahalliy va xorijiy ekspertlar tomonidan. Asosiy maqsadimiz ushbu festivalni doimiy tashkil etish orqali demak yoshlarni nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy bilimlarni, yangi innovatsion texnologiyalar, muhandislik va shunga o'xshagan demak zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni kelajakda demak yaxshi yuqori daromad keltiradigan nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy yirik korxonalarda ishlash imkoniyatini yaratib beruvchi kasblarni egallashga muhim bir vazifa, ya'ni poydevor vazifasini bajarishga asosiy maqsad qilganmiz. Festival bir necha treklarda tashkil etildi. Jumladan ta'lim ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashda yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali, STEM mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli resurslardan foydalanish, ta'lim ishtirokchilari uchun interfaol kurslarni tashkil etish, kichik olimlar laboratoriyasi amaliy to'garagini tashkil etish metodikasi, art ta'lim oluvchilarda kognitiv qobiliyatlarni kashf etish va rivojlantirish shular jumlasidan. Kuzatuv kemasi, bu kuzatuv kemasi o'sha suvli hududlarda brakonyerlik oldini olish uchun xizmat qiladi, ya'ni kuzatib beradi, ya'ni odam kira olmaydigan joylarga kema bilan borib, o'sha hamma joyni kuzatib, bu yerga bazaga ma'lumotlarni yetkazib turadi. Ikkinchisi esa bu bizni raketamiz, ya'ni bunga Alberuni deb nom berganmiz. Buni tez parvoz ham bo'lib o'tdi yaqinda. Masalan, bizda 3D pechat qilingan asbob-uskunalar va ularning mahsulotlari olib kelingan. Biz shular orqali og'iz bo'shlig'ida qanaqadir amaliyot bajarsak, masalan, hammaga ma'lum tishlarda koronkalar qo'yilayotganda iloji boricha aniqlik talab qilinadi. Juda katta aniqlik talab qilinadi. Mikronlargacha aniqlik talab qilinadi. O'shanaqa aniqlikda pechat qilib beradigan shu narsa mahsulotlarni yaratib beradigan, koronkalarni chiqarib beradigan apparatlar bilan biz shuni ishtirok etamiz. Bugungi ko'rgazmaga dars vaqtida qo'llaniladigan dars to'plamlari va yangi o'quvchilarimizning yangi izlanayotgan ishlanmalari, startaplari va erishilgan yutuqlar bilan qatnashamiz. Biz bugungi festivalda o'quvchilarda moddiy tomonlama qiynamaydigan variant tanlaganmiz. Ya'ni oddiy toshlarga rasm ishlash, yog'och bo'laklariga rasm ishlash bu o'quvchining qiziqishi borasida hech qanaqa to'sqinlik qila olmaydi. Tadbir yakunida turli nominatsiyalar bo'yicha eng ilg'or g'oya mualliflariga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Xususan, STEM Innovator 2025 nominatsiyasi Turin Politexnika universitetiga topshirildi. Eng yaxshi ilmiy tadqiqot loyihasi Toshkent shahridagi Prezident maktabiga tegishli deb topildi.